Vangbadan boya qilib qaytib kelgan Leylining bu maschiray inisi uy kira-kirmaylik ko'tildashga boshlaydi. Yo, ukom, sen nima ish qilsa? Men kunda say bozoriga berib, chayizxonga aylab, do'yindagi qizlarga top va pash taqdimay qara. Rivoyatlardagi o'zini boshqarolmay to'rga chiqib haqni boshqaradigan vijdon sho'lga degan senmiting? Bu inimcha to'rda qiz bola bo'lsa, ostiga piyin chizib tillaverdi. Yo, senmi tema qarab tillaydigansan? Yo'q, mencho Gwenjo Denzan Finshan qilib turib tillaverdigandan. Yo, maqlig'ining faqat qamlashmabdi. Zandicha bizda mushundaq odam yaratmaydiganlar jiq. Vamma yugi shoxa niga. Nim deymiz hamda. Wo zijida pigu bushixwan, woda pigu wo bushixwan. Jo'shchigan shoxa degina. Sen do'ying foyda qilib turjimi? So'rindagi ko'ngilsizlik Shamilning ko'nglini bir qismini qilib qo'ydi. Leyli Shamilning ko'nglini yasash uchun oldi qiling jinim. Ularni o'ylamang, biz ikkimiz birlikda oqranga qarang aralasa nima chiqadiganligini tajriba qilib boqaylik deb asta aram oladi. Yerim kechida tuyuqsiz qop ketgan Shamil talog'i chiqib, ziyondan birini sho'ray deb turishiga, oila bag'una qarvay dabiza xuddi pavdu qilayotgandek yugurib kelib, bir shanshan qilib o'tib ketadi. Buningdan hayron qolgan Shamil kayniga qarab, darizdagi chechimni yub yataymi, jumay yataymi deb ikkilanayotgan qarg'otinni ko'rib qoladi. Buningdan benormallikni his qilgan Shamil uyiga asta qaytib kirdi, hamda qiynapsini uchirtib qoladi. Hey, kuyog'il balam, ikkinglar aralashqanimi 3 oy bo'lib qapti. Buda qayda to'yinglarni qilib etsak, bir oygacha menmi bir navirlik bo'lib qolsam, baxt ustiga baxt qo'shgandek ish bo'ladi-da. Yo'q, inana. Men qiyotamdim, yo siz ezvotamsiz. Men kitobni jiq o'qimagan jumu, meni oldimang. Voy balam, men kitobni jiq o'qigan. Uzun yillik nervi kasalliklar doktori. Ni saranglarni o'nglab etganman. Qarsam ziyon chekadigansiz, gipnoz qilib beray, sizga foyda qilib qola. Yo, ada, gipnozlarga ishonmayman-da. Siz to'la kitob o'qigan qiyofat kirvanmang. Haqiqiy kitob o'qigan odamning ko'zichi mana mendek bo'ladi. Gapini tugatgan Shamil tuyuqsiz o'zini yo'qotib qo'ydi. Hamda atsi o'zining karvatidan uyg'ondi. Atsi Leylining 70 pushta hammasi to'yning maslatini pishog'ili keladi. G'alit yeri shuki, ko'pchilik Shamilning kasbiga ko'ngil bo'lmay, balki uning badan sabosiga ko'ngil bo'ladi. To'y yigit mushuma? Men tek to'yga kelgan qalabiki debdimi? To'rikdak yigitdan birini tepdi-ku. Shuni dema. Nimda qara ham yo'g'on to'rik bu. Shamil bu gaplarga ancha pisand qilib ketmadi. To'satdan so'rinda Shamil o'ziga o'xshash bir rangdagi cho'gay chiroy bir bolni uchirtib qoladi. Hamda uning bilan bir shito silishidi. Shito silib putirib etgan Shamil, "Sen yomon chidamaskensa, sening rasmingni tortib men to'rga chiqarib o'taman" deb Shangongdingni o'chamayli rasmiga tortdi. Bu ahvoldan tuyuqsiz o'zgarib qolgan bu avoq yigit Shamilga qarab qattiq vaqiraydi. Sen miyanni ochdingmi? Miyanni ochdingmi? Shuvlen qildingmi? Yo'qlar ko'zimdan. Bundaq gaplarni qizlardan jiq anglab ko'nib ketgan Shamil ancha hayron qolmaydi. Lekin bu avoqning salohiyatidan gumonlanib, rasmni komilga tekshirib beqishga aytdi. Salonimizning nomi bugundan boshlab Panus o'zgardi. Filmning davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Panus salonidan ko'ring.